Endi praniklarni magazindan sotib olishga hojat qolmadi. O'zimiz uyda tayyorlasak bo'ladi. Qaranglar, paketga solsak xuddi magazinnikiga o'xshab chiqadi. Idishimizga shakar, un va tuz solib aralashtiramiz va qaynab turgan sutni solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana kamochkasi qolish kerak emas. O'simlik yog'i, bitta tuxum va bitta tuxumni sarig'ini solamiz, oqini olib qo'yamiz va 4 ta vanilinalardan solib aralashtirib qo'yamiz. Boshqa idishga un va razrezili solib yaxshilab aralashtiramiz va tayyorlab olgan massamizni solib xamir qorib olamiz va ustini strech bilan yopib tindirishga qo'yamiz va tingan xamirimizni 3-4 bo'lakga bo'lib olamiz va 1 sm qalinlikda yoyib olamiz. Jayam yupqa yoyib olmaylar. Stakanda moloq kesib chiqamiz va listga 180 gradusga qo'yib 20-25 daqiqada usti qizarguncha pishirib olamiz. Endi 4 ta saxarni pudrasini solamiz va olib qo'ygan bitta tuxumni oqini yaxshilab mikserda oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. Pechenyelarimizni yaxshilab botirib chiqamiz. Shunaqa reshotkalarga qo'yib quritib olamiz. Selofanga solsanglar bemalol 2 hafta turadi.